Assalomu alaykum O'zbekiston vatanim mening. Men o'zim xohlagan adrenalinni oldim degan umiddaman. Yana bir ikkita joylar bor. Xudo xolasa mashina kuchi yetsa o'shaga boramiz, lekin hozircha finish 4 kunlik Tatariya o'rmonlarida uvazik, nidorojnik qancha mashinalar yo'lda qoldi, buferlari uzilib, Toyota mashinamiz bor edi. Uni motor stok berdi. Subaru 4 ta video shu oldi, arxa buferlari qolmadi. Havalda ham maqtavordik saligina hay bu nimaga ketmasin. Uni boricha aytaman, havalam botib qolgan joylardan yurdik, bir-birimizni tortdik. Lekin men o'ylashim bo'yicha bunaqasini hali hech kim qilmagan. Chunki men ko'rganim, bu narsani ko'p qiziqaman. Hech ko'rganim yo'q. Rossiya o'rmonlarida o'ruslar qilganini ko'rganman, havas qilganman. O'zbekistondan 3000 kilometrdan ziyod joylarga kelib, mana mashinamiz ahvoli mana ko'rishingiz mumkin. Bufer yo'q, faralar singan. Arqa gulushchalar egirib qayishib yotibdi. Zazollarga qaranglar, arqa stopim sindi. Mashina motor yog' yeb qoldi. Lekin yana bitta narsani ma'lumot to'g'rida aytib o'tirishim kerak. Sons motorga men tan berdim, lekin Sons motor bilan shuncha ishlar qildik. Qisqasi, men o'ylashim bo'yicha sizlarga yoqadi. Qizil yurakchani qizartirib qo'yish va like, comment, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Nexia jinnilarga tashab qo'ymasinmi bu? Обязательно buni tashab qo'ymasin. Aka, men bitta gapirib o'taman. Ana shu aka tan berdim, lekin og'ir ahvollarni qarang, qanaqa yetib keldik. Mashinaning ahvoliga qarang. Oxirigacha o'yladim, aka, lekin u yerlarda anday Niva uvaziklar yurmagan joylardan yuramiz deganimda oxirigacha, lekin orqaga qaytish yo'q degan odam, lekin labzida turib, qanaqa azoblar bo'lmasin, hammasini yengib o'tib, mana eson-omon qaytib chiqdik. Mashinamiz Xudoga shukr o'z hodida yurib turibdi. Mana evakuatorda ketgan mashinalarimiz bo'ldi. Xudoga shukr. Xo'p, nechta mashina chiqdik? 5 ta. Subaru'da keldik, Havalda keldik, Uvazik, Nexia, Toyota. Mana 5 ta mashinada kelgan ekanimiz. 4 tasi Xudoga shukr men o'z hodida ketib turib, bittasi evakuatorda jo'natib yubordik. Legendaligini oqladimi? 100%. Nexia-ni yaxshi ko'rgan bratanlar. Bilan Hammaga jo'natib qo'yamiz. Yo, assalomu alaykum.